bilasizmi? Qaysi podsho? Sekin kampir qaysi biladi? Gorbachov. Qaysi Gorbachov. Voy, og'zingdan qoning kelgur. Ana boshiga qizil qarg'a o'qib ketgan o'shami? Voy, nega bularni aylanib ketib, qayerga borsa xotinini billo beradi. Raya deydi. Raya ya peridiki skraya deydi aylanib ketib. Hamma xotinini tatar o'ylaydi. Xotini tataramasa ekan, Uyg'ur ekan aylanib ketib. Xotini lag'mon qilar ekan, eri xalq qulog'iga kelar ekan aylanib ketib. Lekin xotini shunaqa qurumsor, shunaqa ziqna pes. Shuncha chet elga boradi, televizorda ko'rsatadi, shuncha mehmonga boradi, bir marta tog'ora qilib borganini ko'rganiga aylanib. Ular joydan san prezident xotini tani, bitta sumkaga oshxonni soladi. Lazziqni olmayman. Mana Moskvaga Saudi Amerikani urizordan 8 sut yerobda aylanib ketdi. Bildingizmi, Amerikani podshosi bor, bombosh. Shu yerda aylanib ketdi. Moskvada kim podsho bo'lib qoldi? Yelsin degan bitta pis bor aylanib ketdi. Sog' odamni burni pacha olmaydi aylanib ketdi. U yoshligida halkash bo'lgan. Voy, Yelsin to'g'risida ashuna chiqibdi. Bobomurod bor, Bobomurod hamdami. Mirzani. Aslan kiram deydi, shashilarni ikirga qo'yasan. Qo'ymada aylanib ketdi. Men sizga aytib beraymi, Bobomurod tashilasi Yelsin to'g'risida. Mana bunaqa. Gelsin. Boris Yelsin, olasini Yelsin. Moskvaga tezroq kelsin. Aylanib ketdi, kim Moskvaga podsho bo'lsa, chet elga yuradi xotinlar. Bittasi ziyorat qiladi, bittasi tijorat qiladi. Xotinlar hamma tijorat qiladi. Mana Gorbachov xotinini olmagan joyi qolmadi. Amerikaga olib bordi, Fransiyaga olib bordi, Italiyaga olib bordi. Oxirgi olib borgan joyi Yalta bo'ldi. Hamma xalta bo'ldi, aylanib ketdi. To'polon. Bizim ilgari podsholar yaxshi. Brejnev degani bo'ldi. Xorazmliklar. Baroqqosli ko'zlar. Chekaylar osilgan samimiy. Og'zidan bol tomardi. Har bir gapning orasida-chi. Ordenidan ko'pidi, bo'ynida, ko'krayida, qornida. Yaqa taqmaydi, aylanib ketdi. Yaqa xudo